Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana keyingi navesimiz bitti xudo xolasa. Bunaqasi 10 metr, bunaqasi 4 metr. 2,5 shifr. Navesimiz bitti. Tandirxona bo'lar ekan. Mana devorda usti pranton bo'ldi. Mana 50 sm ko'tarildi. Bu oldi tomonimiz. Mana xori qo'yildi. 4,5 metrlik xori. Mana ustlarini, sheparini yopib tushdi. Materialimiz doimgidek konteyner material. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Rekasi yog'och reka bo'ldi mana. Bir skatli bo'ldi. Bu yog'i uyga devoriga qadalib, sahnamiz o'rtada, mana sahna bor edi, o'rtada xorimiz o'tib ketdi. Mana siliflari ham qotirildi. Joyizga qarab kvadratiga, metrga hisob-kitob bo'laveradi. Mana mashetga so'ri qo'yaman dedi. Bu yoq oshxona. Bisetka bo'lib qoldi mana masher. Bu ishimiz doimgidek Farg'ona Kaptarxonada bo'lib o'tdi, xudo xolasa. Kaptarxona qishlog'ida bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.